qarang, mahallani ko'rsataman. Mahalla juda ham keng holatda, suv, svet, gaz, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Mahalladagi xonadonlarni ko'ryapsiz, juda ham ahil mahalla. Bu yerda yer hisobi uchastkamiz chiqib qoldi. Urizordan, suv, svet, gaz, kanalizatsiya bor joydan, juda ham to'p lokatsiyadan yer hisobi joy olgan bo'ladimi deysiz? Aniq lokatsiyani tushuntiraman. Masjiddan 600 metr oraliq masofa. Bu yerda Ko'ksaroy to'yxonasi bor. Shuni orqasidagi ko'chada joylashgan. Qarang, fasad 14 ga ichkarisi 30 bo'ladi. Narxini aytadigan bo'lsam, sotig'ini 31 ming dollardan baholab qo'yganmiz. 4-2 sotiq hisob kitob qiladigan bo'lsangiz, bismillah, 130 ming dollarga shu xonadonni sotib olasiz. Qarang, buni buzib tashlaysiz. To'ppa to'rtburchak shaklda 30 bo'lyapti, 14 bo'lyapti. Bu qurushlarni hammasini buzganingizdan keyin to'ppa to'rtburchak shaklda xonadon bo'ladi. O'rizordan 4 sotiqli yer so'raganlarga tashab qo'yasiz. To'p uy lokatsiya, bozor yaqin. Bu yerdan masjid yaqin, maktab, bog'cha hammasi jam bo'lgan joydan yer qo'yibamiz. Bu yoq tarafi lager. To'p uy lokatsiya, hamma biladi O'rizorni. Narxi 130 ming dollar bo'ldi. Raqam qoldiramiz, qo'ng'iroq qilib barakasini qilsanglar bo'ladi. Sog' bo'lasizlar.